Ana endi cho'milishni dachaga borish shart emas. Arzoncha kelasiz, 1 tonali basseyn 199 ming so'm. Ichkaridagi narxlarga aka kompot bo'lasiz. Tanishtiraman. Tayyormisiz? Yuringlar. Podarkaga nima olishni bilmayotgan bo'lsangiz, Mojito nabor mana. Podarkaga arziydi. Narxi ham hamyon bor. Bor yo'g'i 49 ming so'm. 10 yil motoriga kafolat berishgan Zefler brendidan kir mashina 6 kiloli 2 million 199 ming so'm. Faxriy savizda aniq bunaqa narx ko'rmagansizlar. 12 talik konditsioner 2 million 999 ming so'm. Bor yo'g'i kam tub kelib ishlaydi. Undan tashqari Zefler brendidan mana 12 talik konditsioner 3 million 199 ming so'm jigarlar. Bunaqasi faqat arzonchida. Shoshilamiz. Ofisga ham xolodilnik olish vaqti keldi jigarlar. Chunki 1 million 399 ming so'm. Buni qarang, muzligida suvlar qo'yib, ofisda o'tiraverasiz. Undan tashqari xonadoningizga olaman desangizlar, mana 2 kamerali xolodilniklar 1 million 990 ming so'm. Buni qarang, bosyaradigan vaqt keldi. Endi bosyormasangiz afsuslanib qolasiz. Arzoncha kelaverasizlar. Shuncha narsani oldingiz, charchab ketdingiz. Endi oyoqqa ham dam berish kerak-ku. Buni narxini qarang, 899 ming so'm bor yo'g'i. Bosyoring buni sirazi. Eng qiziq joyi 32 li televizor qarang. 899 ming so'm. 65 taliga jahon chempionatini ko'raman desangiz maza qilasiz jigarlar. Android bo'lib ham 4 million 990 ming so'm. Bunaqasi faqat arzonchada deyman yana, boshqa qayerga bo'ladi. Aka-uka, opa-singillar shoshilamiz. Tovarlar qolmay qolishi mumkin. Qaynoqqina sizlar uchun keldi jigarlar. Manzilni tushuntiraman, Shahriy Saviz shahar. Xo'p, Globusni bilasizlar, Globusdan kelishga yangi masjidga yetmasdan shuloqina o'rtada joylashgan. Arzonchida barcha narsa kutib qolamiz. Arzoncha eng ishonchli bozor.